Stalin 1937-yilda O'zbekiston xalqiga necha kishini qurbon qilish kerakligi bo'yicha aniq limit berganini bilasizmi? Bu shunchaki qirg'in emasdi. Bu qog'ozda rejalashtirilgan, har bir inson hisoblab chiqilgan. Davlat jinoyati edi. Gap NKVDning 1937-yil 30-iyuldagi mashhur 00447-sonli maxfiy buyruq haqida ketmoqda. Stalin va Yerjev imzosi bilan chiqqan ushbu hujjat O'zbekiston SSR uchun aniq raqamlar belgilab berilgan edi. O'zbekiston uchun dastlabki bosqichda 4750 kishi qatag'on qilinishi kerakligi ko'rsatilgan. Bu shunchaki statistika emas, bu minglab oilalarning fojiasi edi. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? Mahalliy rahbarlar Moskvadan kelgan bu limitni to'ldirish uchun poygaga kirishgan. Ular kimnidir panturkist, kimnidir josus deb xalq dushmanlari ro'yxatiga olishgan. Arxiv hujjatlarini guvohlik berishicha, ayrim tumanlar o'zlariga ajratilgan kvotani muddatdan avval bajarib bo'lishgan. Ular Moskvaga telegramma yuborib, biz limitni bajarib bo'ldik, uni oshirib beringlar deb iltimos ham qilishgan ekan. Inson taqdiri shunchaki raqamli reja sifatida baholangan. Tarixni g'oliblar yozadi deyishadi, lekin arxivdagi imzolangan hujjatlar hech qachon yolg'on gapirmaydi. Biz bugun o'sha chang bosgan papkalardagi raqamlar orqali minglab insonlar taqdirini qanday qalam uchi bilan hal qilinganligini ko'rib turibmiz. Eng achinarlisi shundaki, bu jarayon ko'pincha o'z yurtdoshlarimiz o'zlariga qarshi dushmanlik qilish ortidan avj olgan. Bobolarimiz aytganidek, tog'ni tog' yiqitadi, odamni esa odam. Siz bilan Enigma bo'ldi. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu esa men uchun juda muhim.